10 dekabrdan boshlab shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Endi dorixonalar retsept asosida dori sotishadi deb. U xabar 100% to'g'ri xabar, tasdiqlangan. Retsept qanday ko'rinishda bo'ladi? QR kodli Dmet tomonidan yozilgan bo'ladi. U retseptni sizga vrachingiz beradi. Siz dorixonaga tashrif buyurganingizda o'sha farmatsevt kassirga shu retseptingizni taqdim etasiz. U o'z kompyuteriga kirgizadi bu dorilarni. O'shanda sizni vrachingiz tomonidan yozilgan dorilar kompyuterda paydo bo'ladi. O'rniga boshqa ham bera olmaydi. Aynan o'sha dorilarni sizga taqdim qilinadi. Xo'p, endi aynan qaysi dorilar uchun bu retsept amal qiladi? Kardiologik dorilar, neurologik, gormonlar, inyeksiya, infuziyalar retsept asosida bo'ldi. Agar qutisida yoki instruksiyasida bez retsepturniy, retsept bilan yoki retseptsiz deb yozilgan bo'lsa, retseptsiz deb yozilganini olsangiz bo'ladi. Retsept bilan deyilgan bo'lsa, uni sizga farmatsevt sota olmaydi. O'shaning uchun noqulaylik paydo bo'lmasligi uchun dorixonaga tez-tez ishi tushib turadigan yosh katta insonlar, qo'ni-qo'shnilar bo'lsa, bu ma'lumotni ularga yetkazib qo'yinglar, ovoragarchilik bo'lmasin.